Assalomu alaykum. Bu bugun madaniy ma'rifiy yangiliklar dasturi. Assalomu alaykum. Siz Madaniyat va ma'rifat telekanalini tomosha qilyapsiz. O'zbek tili xalqimiz ruhi, millatimiz g'ururidir. U asrlar davomida ajdodlarimiz tafakkuri, donoligi va ma'naviy merosini o'zida mujassam etgan, avloddan avlodga o'tib kelayotgan bebaho boyligimizdir. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni. Shu kunlarda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 36 yilligi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab keng jamoatchilik vakillari ishtirokida madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Joylarda bo'lib o'tayotgan ana shunday tadbirlardan muxbirlarimiz xabar qiladi. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazida davlat tili taraqqiyoti, muammo va yechimlari mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Unda o'zbek tilshunosligining nazariy masalalari, o'zbek alifbosi va imlosi muammolari, soha lug'atlarini tuzish va terminologiya, ta'lim bosqichlarida davlat tilining o'qitilishiga doir dolzarb masalalar tahlili va yechimlari keng muhokama qilindi. Davlat tili taraqqiyoti, muammo va yechimlar mavzusidagi anjumanimiz bu 5-soni bo'ladi. Tashkil etilgandan buyon har yil o'tkazilib keladi. Bunda asosan nimalar o'rtaga tashlandi? Bu anjumanni markazimizning bevosita hisobot yig'ilishi va galdagi vazifalarni belgilab olishi bo'yicha bir muhokama seminari sifatida aytishimiz mumkin. Har yil o'tkaziladigan anjumanda biz o'tgan yilda nimalar qildik, nimalarga erishdik va bu yilda nima qilamiz degan masalalarni o'rtaga tashlaymiz. 2019-yillarda boshlangan til siyosatining jadallashuv masalalarida biz e'tirof sifatida aytishimiz mumkinki, o'zbek tilining izohli lug'ati avvalgi nashrida 5 tomlik nashr qilingan bo'lsa, mana 2024-yilda bu 6 tomlik sifatida nashr qilindi va o'z-o'zidan bu ko'rinadiki, demak uning tarkibiga yangi so'zlar kiritildi. O'zbek tili lug'ati yanada boyidi degan narsani aytishimiz mumkin. Tadbirda markaz tomonidan yil davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Kelgusida amalga oshirilishi kerak bo'lgan rejalar muhokama etildi. Davlat tilini rivojlantirish bo'yicha bizni davlat tilida ish yuritish asosini o'qitish malaka oshirish markazimizda birinchi navbatda davlat tashkilot muassasalari xodimlarini o'sha davlat tili bo'yicha malakasini oshirish bu doimiy davom etib kelmoqda. Har bir yildagisini aytadigan bo'lsak, masalan, respublika miqyosida oladigan bo'lsak, 10 mingdan ziyod bo'lgan o'sha davlat tashkilot yoki bo'lmasa boshqa turdagi o'sha ishlab chiqarish korxonalari, birlashmalarining xodimlari o'qib kelishyapti. Davlat namunasida sertifikatlarni olib kelishyapti. Bu birinchisi. Ikkinchidan, keng aholi qatlamini o'qitish masalasi ko'rilyaptiki, bunda nafaqat o'zbek millatiga mansub bo'lgan, balki boshqa millat vakillari ham mana shu markazimizga kelib an'anaviy tarzda 3 oylik kurslarda o'qishyapti. Anjuman doirasida 6 ta shu'ba yig'ilishlar tashkil etildi. Ushbu shu'ba yig'ilishlarda o'zbek tilshunosligida o'z yechimini kutayotgan masalalar respublikaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari, professor o'qituvchilari, tilshunos olimlar ishtirokida muhokama qilindi va ularning yechimlari bo'yicha takliflar o'rtaga tashlandi. Sarvinoz Burxonova, Kamoliddin Qurbonov bugun dasturi uchun